Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Borliqning tadbirini qilib turuvchi zot. Huval hayyul mudabbiru kulla amrin. Huval haqqul muqaddiru zul jalal. Ma'no jihatidan tarjimasi. U haydir. Barcha ishning tadbirini qiluvchidir. U haqdir. Taqdir tayin qiluvchi zul jaloldir. Nazmiy bayoni. U haydir tayinlovchi neki bo'lsa hol, u haqdir taqdirlovchi oliy zul jalol. Lug'atlar izohi. Al-hay bu kalima bilan zotiy sifatlariga ishora qilingan. Alloh taoloning hay, doimiy hayotda ekani o'z-o'zidandir. Boshqa barcha narsalarning tirik bo'lishi esa u zotning irodasiga bog'liq bo'lgan ma'lum miqdordagi tiriklikdir. Al-mudabbir bu kalima bilan Alloh taoloning fe'li sifatlariga ishora qilingan. Mudabbir lug'atda tadbir qiluvchi ma'nosini anglatadi. Istilohiy ma'nosi haqida 3 xil so'z aytilgan. Birinchisi natijalarni belgilovchi, ikkinchisi ishlarini benuqson bajaruvchi, uchinchisi o'ylab fikr qilmasdan ishlarining natijalarini biluvchi. Al-haq bu kalima bilan Asmaul Husnaga ishora qilingan. Alloh taoloning haq zot ekani boshqaning uni haq qilishiga bog'liq emas, balki o'z-o'zidan haqdir. Boshqa barcha narsalarning haqligi esa u zotning haq qilishiga bog'liq bo'ladi. Al-muqaddir bu kalima bilan qazo va qadarga ishora qilingan. Zul jalal Alloh taoloning ismlaridan biri. Matn sharhi. Alloh taoloning doimiy hayotda bo'lgan zot ekani, barcha ishlarning tadbiri yolg'iz uning qo'lida ekani, uning ilmi butun borliqni qamrab olganligi, u butun borliqni muhofaza qilishdan aslo charchamasligi, uning o'zi barcha narsalardan oliy va buyuk ekani Qur'oni Karimda quyidagicha bayon qilingan. Alloh, undan o'zga iloh yo'qdir. U hamisha barhayot va abadiy turuvchidir. Uni na mudrok tutar va na uyqu. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Qiyomat kuni uning huzurida kim ham gunohkorlarni uning ruxsatisiz shafaat qila olardi. U ulardan, odamlardan oldingi va keyingi narsalarni bilur. Odamlar uning ilmidan faqat u istagan miqdoricha o'zlashtirurlar. Uning kursiysi osmonlar va yerni ham o'z ichiga sig'dira olur. U ikkisini muhofaza etish uni toliqtirmas. U oliy va buyukdir. Baqara surasi 255-oyat. Ushbu oyati karima Soffatut tafosir, tafsirlarning mag'zi kitobida quyidagicha tafsir qilingan. Alloh, undan o'zga iloh yo'qdir. U hamisha barhayot va abadiy turuvchidir. Alloh taoloning o'zi buyuk va yakka-yu yagona, barcha narsalardan behojat, qolgan barcha narsalar unga muhtoj bo'lgan Somad zotdir. Uning o'zigina hech qachon o'lmaydigan, doimiy bor bo'ladigan barkamol hayot sohibidir. Uning o'zigina butun xaloyiqqa g'amxo'rlik ko'rsatib, ularni hifz himoyasiga olib, chora tadbirlarini qilib turibdi. Uni na mudrok tutar va na uyqu. U mudramaydi ham, uxlamaydi ham. Sahih hadisda Alloh taolo uxlamaydi, hatto uni bir lahza ham mudrok olmaydi. U xaloyiqning ulushlarini pasaytirib, ko'tarib turadi deyilgan. Osmonlar va yerdagi hamma narsa uning mulki va quli bo'lib, barchalari uning hukmi va saltanati ostidadir. Qiyomat kuni uning huzurida kim ham gunohkorlarni uning ruxsatisiz shafaat qila olardi. U izn bermasa, hech kim birovning yonini olishga jur'at qila olmaydi. Ulug' mufassir Ibn Kasir rahmatullohi alayh bu biror kimsa uning iznisiz
birovning yonini olishga jur'at etmaydigan darajadagi uning ulug'ligi va buyukligining bayonidir degan. U ulardan, odamlardan oldingi va keyingi narsalarni bilur. U zot har doim hozir nozir bo'lib, ularga ko'rinib turgan narsani, ya'ni ushbu dunyoni ham, hali oldinda yuz berajak narsani, ya'ni oxiratni ham biladi. Uning ilmi butun koinot va olamlarni qamrab olgan. Odamlar uning ilmidan faqat u istagan miqdorini o'zlashtirurlar. Xaloyiqlar uning ilmidan biror narsani bilmaydilar. Biladigan narsalari faqatgina u zotning o'zi payg'ambarlari orqali bildirgan narsalardir. Uning kursiysi osmonlar va yerni ham o'z ichiga sig'dira olur. Uning kursisi ulkanligi va kengligi bilan osmonlar va yerni qamrab olgan. 7 osmon va yerlar kursiga nisbatan sahroga tashlangan halqa kabidir. Ibn Abbos raziyallohu anhu kursidan murod u zotning ilmidir. Bunga Alloh taoloning ushbu so'zi dalolat qiladi. Parvardigoro, o'zing rahmat va ilm jihatdan barcha narsani egallagandirsan. G'ofir surasi 7-oyat. Ya'ni ushbu oyatda ilmi hamma narsani qamrab olganini xabar bergan degan. Hasan Basri rahmatullohi alayhi esa kursiy arshdir degan. Ibn Kasir rahmatullohi alayh kursiy arshdan boshqadir. Asarlar va xabarlar dalolat qilganidek, arsh undan kattaroqdir degan. U ikkisini muhofaza etish uni toliqtirmas. U oliy va buyukdir. Osmonlar u yerni va ulardagi narsalarni muhofaza qilish unga sira malol kelmaydi yoki uni ojiz qoldirib qo'ymaydi. U barcha yaratgan maxluqotlaridan oliy bo'lgan zotdir. Ulug'lik va buyuklik egasidir. Alloh taoloning mudabbir zot ekani, borliqdagi barcha ishlarning tadbiri yolg'iz u zotning qo'lida ekani to'g'risida Sajda surasida shunday xabar berilgan. U osmondan yergacha bo'lgan barcha ishni tadbirini ko'rar, boshqarar. Sajda surasi 5-oyat. Alloh taolo osmonlar va yerdagi barcha maxluqotlarning tadbirini qilib turadi va birortasini unuttirib qoldirmaydi. Ibn Abbos raziyallohu anhu ushbu oyat haqida samodan yergacha qazo va qadarni hamda tadbirini qilib belgilagan narsani nozil qiladi degan. Alloh taoloning taqdirlarni tayin qiluvchi zot ekanligi, borliqdagi barcha narsalarni aniq o'lchov bilan yaratib qo'ygani haqida Qamar surasida shunday xabar berilgan. Albatta, biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik. Qamar surasi 49-oyat. Biz har bir narsani Lavhul Mahfuzga bitib qo'yilganidek o'lchov bilan yaratdik. Ha, Alloh taolo barcha ishlarning tadbirlarini qilib turuvchi, azaliy va abadiy barhayot bo'lgan buyuk zotdir.